Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hammangizni kirib kelgan 2026-yil bilan tabriklayman. 2026-yil yaxshi yil bo'ldi, zo'r yil bo'ldi. Aziz obunachilar. 2025-yil Sezar firma uchun sarf hisobini aytib o'tadigan bo'lsak, 2025-yil 2024-2023-yillarga qaraganda zo'r yil bo'ldi. İşler yaxshi bo'ldi. 2025-yil rejadan ham tashqari zo'r ishladik. Uning uchun Sezar firma, Sezar kompaniyadagi kollektivdagi hamma hamkasblarimizga katta rahmat aytib o'tamiz. 2025-yil Sezar firma uchun har xil vaziyatda ishladik. Quvonchli kunlarimiz ham ko'p bo'ldi. O'zine yarasha muammoli kunlar ham ko'p bo'ldi. Hammasini yelkama-yelka turib yengib chiqdik. Bunun için avvalambor katta rahmat aytaman yana bir marta. 2025-yil Sezar firma mijozlarimizni uyina bir-biridan chiroyli natijali patologlarni, fotoboylarni sifatli qilib ishlab berdi. Aziz obunachilar, bunun için mijozlarimizga, obunachilarimizga katta rahmat aytib o'tamiz. Sezar firmaga natijali patolog, fotoboy ishlatgani uchun katta rahmat. Handasa 2025-yil bizada reklamachi hamkasblarimiz ko'p ishlashib turgan. Bizani firmani reklama qilib turgan hamkasblarimizga shu sostavda ishlashib turganlar o'sha bizani shu Sezar firmani kollegasi deb aytsak bo'ladi. Bundan tashqari ko'p tanish-bilishlarimizni katta rahmat aytamiz. Bizani Sezar firmadan natijali patolog, fotoboylarni ishlatgani uchun. 2025-yil Sezar firma, Sezar kollega zo'r ishladi. Shu kollektivdagi sostavdagi bolalarni hammasini ota-onasini ham katta rahmat aytamiz. Shu bolalarimizni zo'r tarbiya berganingiz uchun Sezar firma nomidan rahmatlarni aytib o'tamiz. 2026-yil shuni xohlar edim. 2025-yilda ham zo'r ishlashlarini. 2025-yil Sezar firma hech qanday katta va'dalarni bermadi. Qo'limizdan kelgancha ishonchli, sifatli mijozlarimizni ko'nglini topgan holda ishlab berdik. 2026-yil xudo xolasa Sezar firma mijozlarimizga, obunachilarimizga qo'limizdan kelgancha hamyonbop narxlarda natijali patolog, fotoboylarni ishlab berishga harakat etamiz. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammangizga rahmat, görüşguncha.